Rasululloh aytganlar, bandani Allohga eng yaqin bo'lgan holati, o'rni, vaqti bu sajda holati deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Shu boshingizni yerga qo'yganda yaqinlik his qilyapsizmi? Agar ha degan javobni topsangiz, qalbingizda xushu bor ekan. Bir kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni zamonlarida u zot masjidda o'tirganlarida kirib namoz o'qidi. 2 rakatmi, 4 rakatmi o'qidi, keldi. Rasululloh aytdilar, "Bor, namozni qaytadan o'qi. Sen namoz o'qimading." Ikkinchi marta o'qib qaytib keldi. Rasululloh yana shunday dedilar. Uchinchi marta o'qib keldi, Rasululloh shunday dedilar. Chunki uni namozida xushu yo'q edi. O'sha qarg'a qon cho'qiganday namoz o'qigan edi. Shuning uchun payg'ambarimiz uni namozini bir necha marta qaytardilar. Birodarlar, xushu qalbni Allohga moyil bo'lishi.